Idealni Brus 40 qidirganlar bo'lsa, mana tayyori turibdi. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. Bolla komplektida 3 ta kalit. Salon ideal holatda. Long versiya, orqa kapitanskiy sideniya, temniy, svetlo-seri bilan kombinatsiyada salon, flagshtok bayroq qo'yadigan joy, zavodskoy diskalar, yangi baloni bilan 174 ming kilometr probeg, двухзонный климат-контроль, shtatniy magnitofon, полный elektropaket, a также mexanika коробка. Yomon nostalgiya bo'lyapti, qaranglar. Hamma narsa ishlaydi mashinada. Konditsioner, klimat kontroli ham полный ishlayapti. Endi sizlar bilan birga zavod qilamiz. Bismillah. Hech qanaqa ошибкалari yo'q. Qora rangidan long versiyasi moldinglar serisi yapilgan, kuzov o'zi qora. 1992-yil kuzovga o'zingizlar baho beringlar. Motor 3.2 litrli Brus 4 modifikatsiyadan. Hozir bagajni sizlar bilan birga ko'ramiz, a? Qaranglar, состоянияni. Neverayatna сказка. Bunaqa topish juda qiyin bolalar. Bu mashina adashmasam 2014-yilda Xitoy konsulstvodan yechilgan chastni nomer taqib. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $14 ming so'rayapmiz. Kelib ko'ringlar, haydanglar, полный tekshiringlar. Mashina ideal, xudo xolasa.